Qani, oshxonaga kiring. Yashil, qizil, sariq rang-barang chuchvaralar tayyorlaymiz. Qani ketdik. Lavlagi, shpinat, sabzi, sok vijmalkadan o'tkazib olamiz. 1 piyola sok, 1 piyola issiqroq suv, 1 dona tuxum, tuz, un solib xamir qilib olamiz. Qizlar, e'tibor bilan ko'ryapsizlarmi? Uchalasiga ham tuxum, tuz solindi. Kamerada yetkazib bera olmadim. Juda chiroyli. Qayla bilan nachinkasini tayyorlaymiz. Xohishga qarab go'sht yoki qiyma qovurib olamiz. Keyin piyoz solamiz. Tuz, murch, paprika, 1 qoshiq tomat, yarim qoshiq shakar, 1 qoshiq un. Qovurilgandan 2 piyola suv solamiz. Idealniy qayla tayyor. Nachinkasiga qiyma, maydalangan piyoz, tuz, murch solib aralashtiramiz. Qizlar, yoyib bukib oldim. Go'zalligini qaranglar. Ko'zni quvnatadi. Endi qaynab turgan suvga birin-ketin pishirib olamiz. Chuchvara, qayla, qatiq, ukrop dasturxonga tortishingiz mumkin. Retsept yoqdimi? Tayyorlab ko'rasizmi? Sahifamga obuna bo'ling.